Bugun ertalabdan Oyijon telefon qilib, "Obedgacha bitta yaqin qarindoshimiz mehmonga borib qoladilar. Mehmonxonani to'g'irlab bitta ovqat solib qo'yarsiz" deb aytdilar. Ishimni har doimgidek tozalashdan boshladim. Bu mehmonxonamizdan faqat mehmonlar uchun foydalanganimiz uchun ko'p ham kirmaymiz. Eshik yopib turishiga qaramasdan hamma yoq rosa ham chang bo'lib ketdi. Bu xonada bitta yaxshilab tozalab oldim. Ko'plar qaynonangiz bilan birga yashaysizmi deb so'rashadi. Oyijon, Oyijongilar bilan birga yashaymiz. Ular hozir uzoqroqqa dam olgani ketishgani uchun ko'p videolarimda bitta o'zim ish qilganim ko'ringan. Kelin bo'lib tushganimga 2 yil bo'layotgan bo'lsa, shu 2 yildan beri Oyijon hech ham bitta o'zimni ish qildirib qo'ymaydi. Uyda bo'lgan paytlari har doim yoki menga qarashadilar, yoki bo'lmasam qizimga qarab turadilar. Men bemalol ishlarimni qilaman. Hamma ishlarimga ulgurib, uyimni saramjon sarishta ushlashimga, bemalol vaqt ajratishimga, uborkalarimni, pishirgan ovqatlarimni videoga olib montaj qilib Instagramga joylashimga Oyijonni katta hissalari bor. O'zi gapga uncha usta bo'lmaganim uchun azvuchka bilan qilingan videolarni kamroq chiqarardim. Bu usul bilan olgan videoim sizlarga yoqqan bo'lsa, kommentariyada fikringizni kutib qolaman.